Bugun biz uchun bir kun edi. Bugun dam olish kuni edi va men ikki va qizim basseynga bordik. Suvga birinchi kirganimizda kichkinam qiyqirib kulganini ko'rib ichim yorishib ketdi. Bu shunchaki bir hordiq emas edi. Bu aslida biz uchtamiz uchun bir kun edi. Hech qanday tashvish, hech qanday o'tmish yoki kelajak haqida o'ylamay hozirda yashagan kun. Suv ustida cho'zilib yotib, osmonga qarab o'ylab qoldim. Men bu qizlarni yolg'iz katta qilyapman. Lekin bu yolg'izlik degani emas ekan. Chunki bugun ularning kulgusi, suv sachratishlari, quvonchlari, bularning barchasi menga to'liq bo'lganimni his qildirdi. Ba'zan eng katta baxt buyuk sayohatlarda emas, balki oddiy bir dam olish kunida o'z farzandlaring bilan suv ichida kulishda yashiringan bo'ladi. Bugun men hech narsani o'zgartirmadim. Hech qanday katta qadam tashlamadim. Faqat ona bo'lib, qiz bo'lib, oddiy bir baxtli bo'lib yashadim.